Germaniya safarimiz boshlandi. Yaxshi kunlarda Namanganda Gul bayramda. Gul bayramda. Uchqo'rg'onni qayqisdan. Qayerdanmiz? Namanganda Lolada o'qiganman. Eng ajoyibi quyoshli panellarni juda ham ko'p darajada qo'yishadi. Namanganda muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan tibbiy turizm juda katta darajaga chiqyapti. Mana Chortoqda prezident aytdilar, undan ortiq sanatoriylar qurilishi. Chortoqda o'sha Chexiyaning Karlovy Vary shahriga o'xshab bu yerda undan-da yaxshiroq suvlarimiz bor va mana shu suvdan imkoniyatdan foydalanishimiz lozimligini ta'kidladilar. Mana shu maqsadda Shokir aka, siz Karlovy Varyda bo'lasiz, men tibbiyot turizmni rivojlantirishimiz kerak, to'g'rimi aka? Shunaqa, narayda shunaqa proyekt qilayotganmiz. Xudo hozir bu yil ishga tushadi. Tibbiy turizm. Tibbiy turizm. Safarimiz boshlandi. München'de aeroportga tushdik, hozir Germaniyadamiz. Biz O'zbekistonlik mashhur Nodir aka bilan birgamiz. Nodir aka, sizni butun O'zbekiston Germaniya hayotini, masalan, bizni Otam aka o'rtada aloqa biz Hindistonda yurganmiz, sizni ko'rsatdik. Mana sizni bu bayramda taklif yaxshi kentni rahbariman. Rahmat akajon, kattakon. Demak, nima demoqchiman? Akam bilan hozir Myunchen aeroportida kutilmaganda uchrashib qoldik. Juda xursand bo'ldim. Akam Namangandan ekanlar. Butun Namanganga kattakon salom. Nimaga sabab? Namanganda 4 yil yashaganman. Juda ham zo'r va chiroyli shahar. Gullar bayramida ko'p ishtirok etganman aka. Rahmat. Yaxshi kunlarda Namanganda Gul bayramda. Gul bayramda. Ko'rishamiz. Gul bayramda mayda 10-iyulgacha. Aeroportdan chiqyapmiz va ketyapmiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz Münchendamiz. Mana München shahri ko'chalari bo'ylab ketyapmiz. Biz yonimizda Arabboy Rahimjonov, o'zimizda Namanganning farzandi, Uchqo'rg'onni qayqisdan. Qayerdanmiz? Namanganda Lolada o'qiganman. Litseyda, akademiya litseyda. 2019 bitirganman, 16 kirib. Olmasa bilan imtihonga kursdoshim dars beradi. Hozir Turon universitetining rektori bo'lib ketdi. Sizlarga ingliz tilidan dars bergan. Shokir aka, charchamadingizmi? Rahmat akalar. Shokir aka biz bilan birgalikda yo'lda ketyapmiz. Germaniya xalqaro hamkorlik tashkiloti mana bizga ko'maklashdi. Tashakkurimizni aytamiz. Mana 2 oy davomida tayyorgarlik ko'rdik. Mana natijada biz o'sha o'zimizni safarimiz boshlaymiz. Bu safar davomida o'sha biz Namanganni Gullar festivalining targ'iboti, Axsikenti targ'iboti, kitob taqdimotlarini o'tkazamiz. Bu yerda o'sha biz bilan ko'rishgan Germaniya turizm kompaniyalarini rahbariyati bilan ko'rishamiz. Hi, hello. Excuse me, can I ask how I can get the direction to the terminal 2? Terminal? Yeah. You have to go back Yes. and then on the left. Okay, I get it. Go outside. Okay, I appreciate. Thank you. Til o'rganish ancha kuchaydi bizda ingliz tili.
markazida o'qishyapti ko'pchilik. Mana o'zimiz Namangan yigiti mana butun Yevropada ildam qadamlardan yuribdi mana Arabboy. Hilton eng o'sha nomdor mehmonxonalar aeroport atrofida. Buni xuddi biz Haydarobodda ham, Dehlida ham buni ko'rdik. Aeroportda asosiy kirishi juda chiroyli. Ozgina men sizlarga tashqarini ko'rsataman. Mana juda katta, chiroyli, go'zal. Endi yashillik kirib kelyapti bu yerga. Mana shunda ko'k bir o'zgacha daraxt mana qarang. Shahar asosiy ko'chasi. Hozir Myunxenning asosiy ko'chalarini sizlarga namoyish qilamiz. Juda bir ajoyib bo'ladi. Shahar juda bir ozoda. Ko'rsatyapmiz mana xuddi Nodirbek taka kostyumimizda mana shu Arabboyi sharofati bilan Nodirbek bilan tanishib qoldik. Biz indamay so'rashib o'tib ketganmiz, keyin yaxshi aytib qoldilar. Juda yaxshi kontent bo'ldi. Mana Namanganga butun Myunxenni, butun Germaniyani ko'chirib boramiz dedi. Yaxshi 2-3 ta kontent qildi. 1 milliondan ortiq podpischiga bor bu yigitda va prosmotrlar 5-10 million bo'ladi. Germaniya hayoti degan ko'rsatuvlarni olib boradi bu yigitimiz. Endi men sizlarga yaxshi bir tepalar, mana Askanga o'xshagan tepalar bu yerda ham bor. Shokir aka, mana qarang, o'shin tagida qal'a bo'lganda qadimda. Uni to'g'ridagi. Bu Raskovka. Ha, bu yerda muzey bor. O'sha. Muzey yonida. O'shanaqa. Hozir o'tamiz o'sha. Xuddi Harbiy muzey. bizni muzeydagi muzeyda. Samolyotlarniki. Harbiy muzey. Shunaqa bo'lishi kerak. Haqiqatda mana toza shahar, to'g'ri ta'kidladingiz Dildor opa. Mana muzeyni oldidan o'tib ketyapmiz Dildor opa. Biz uchun kerakli obyekt Myunxenda harbiy uchoqlar muzeyi. Aeroportda bu xilda. Mana o'shani biz ko'rib ketyapmiz. Odamlar ko'p, mana qarang. Bugun yakshanba, mana odamlar bolalarini olib muzeyga kirib, mana shu muzeyga kirish, teatrga kirish madaniyati bizda ham sekin-sekin shakllanyapti Shokir aka. O, mana juda bir ajoyib. Mana xuddi mana shunaqa muzeyni biz anaqada qildik, o Yangi O'zbekiston bog'ida Shokir aka. Chiroyli bo'ldi. Da. Mana Shokir akaga rahmat. Safarda hamrohing bo'lsa, yo'lda qolmaysan deganiga mana Shokir aka, Arabboy bilan mana hozir bizni tashlab ketishyapti. Shokir aka, ming rahmat sizga. Salomat bo'linglar, Arvajonga yakun qo'ymaymiz. Albatta. Yakka qoladigan bola ham emas. Ko'chada qolmaydi bola. O'tir aka vatdilar, shu Shokir aka bilan birga egasizlar, dedilar, yaxshi bo'ladi. Salom yo'lladilar. Arabboy. Asosan kimni kuzatishadi? Butun O'zbekiston, markaziy dunyo kuzatadi. O'zi mana 5000 dan ortiq odam kuzatyapti bizni. O'rgansa bo'ladigan yo'l belgilari, umuman tartib, haqiqiy nemischa tartibni bu yerda ko'ryapmiz. Juda qoida ko'p buziladigan joylarga shunaqa radar qo'yilgan. Mana 100 dan kam yurma deyapti bu yerda. Yo'q, 100 dan O'tma deyapti. Ha. Bu hali avtonom emas. Ha. Bu avtonom bo'lmaganda ham o'sha yo'l uzun. Shu Xo'jand degan qishloq bor Askentda. Ana shu qishloqdagi 28 ta ichki ko'chani open budjet orqali yutishdi. Qishloqda asfalt kirmagan ko'cha qolmadi. Rekord, O'zbekiston rekordini qo'ydilar. Bunga mana shu Bahodir aka bosh bo'ldi. Bahodir aka siz har bitta ko'changizga kirib chiqdi. Uyingiz oldidan o'tdik.
ichkari ko'chalarni ko'rdik. Mana shu tajriba. Yo'l bo'yicha xuddi o'sha qishloq ko'chalar boshqa qadar hamma ko'cha. Bitta anaqa yo'q. Bez asfalt bo'lgan. Kichkinagina ko'cha, tupinchasini ham asfalt qiladi ular. So'nggi 4 yil ichida Namanganda juda katta o'zgarishlar bo'lgan. Shokir aka alohida tadbirkor sifatida ta'kidladilar. Bunaqasi bo'lmagan dedi. To'g'ri, haqiqatda 4 yilda yo'l sohasida deymizmi? Ha? Shokir aka Albatta, bu hammasi tadbirkorlikdami, yo'l qurilishdami, ijtimoiy sohadami? Ha? albatta. O'zgarish juda katta. Buni masalan oddiy o'sha tadbirkor, haqiqiy ish ichidagi odamlar eshitishi, biz to'g'ri hokimiyat tarafdamiz, hokimiyat ichida ishlaymiz, viloyat hokimligida, media departamentda, boshqada mana ko'ramiz, yuramiz, bilamiz. Mana e'tirof, haqiqiy e'tirof, mana haqiqatda ko'pchilik gapiryapti Namanganda o'zgarishlardan boshqani. Mana shu profil siznikida, Anvar aka. Ha, ashmaniki. Mana bizda har kuni masalan yig'ilishlar qilamiz, boshqa qilamiz, topshiriqlar qilamiz, quyosh panel deb singdiryapmiz. Lekin mana Germaniya tajribasi biz oldin mana Arablar gapirib beradi. Germaniyada ko'p haligi qishloq joylarga ham borganimizda ko'zga tushadigan narsalardan eng ajoyibi quyoshli panellarni juda ham ko'p darajada qo'yishadi. Uylarni tomiga yoki yon tomon quyosh yaxshi tushadigan tomonlarga ham devorlarga ham o'rnatishadi. Yo'lda avtobanlarning oldida ham quruq yerli bo'ladi, asosan uy qurishmaydi. O'sha joylarda ham katta quyosh panellari stationlari bor, stansiyalar. Mana yana bir muqobil energiya, shamol energiyasi. Mana kattaligini qarang. Juda katta. Bu o'zi parragini o'zi bir 150 metr, 60 metr bo'lsa kerak bu. Ha, Shokir aka? O'shoqroq. Hozirda Sho'li, xotirjam shahar. Sokin. Sokin ekan. Turkiya shu ozgina ertaligi bor ekan, shu may oylaridagi kelsangiz hamma joy yeşillik burqangan bo'lar ekan. Shu mahalda yaxshi, yana ham dam olishga o'ngroq. Dam oladigan odam imkon darajasida may oyidan ketin kelsa yaxshi bo'ladi. Mana shunaqa holat ekan o'zi hozir. Albatta. Yana bir jihat, men tomoshabinlarga aytish kerak, umuman Namanganda muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan tibbiy turizm juda katta darajaga chiqyapti. Mana Chortoqda prezident aytganlar 10 dan ortiq sanatoriylar qurilishi. Chortoqqa o'sha Chexiyaning Karlovy Vary shahriga o'xshab bu yerda undan da yaxshiroq suvlarimiz bor va mana shu suvdan imkoniyatdan foydalanishimiz lozimligini ta'kidladilar. Mana shu maqsadda Shokir aka, siz Karlovy Varyda bo'lasiz, umuman tibbiyot turizmni rivojlantirishimiz kerak, to'g'rimi aka? Shunaqa, narayda shunaqa proyekt qilayotganmiz. Xudo hozir bu yil ishga tushadi. Tibbiy turizm. Shunda o'sha Karlovaydan borib turib, o'rganib bir holatlarni o'sha yerda o'zimizdan tadbiq qilish. Albatta. Mana bu safarlardan maqsad nima? Safarlardan dunyo tajribasini olish va O'zbekistonga qo'llash. O'zbekistonga ko'plab sayyohlarni jalb qilish. To'g'rimi Shokir aka? Albatta. Mana bu bo'yicha men ham rosa shunga endi shuni yaqinda men o'ylayapman, xudo xolisa planlarni qilaman. Agar shunaqa haqiqatan Yevropadan O'zbekistonga turizmni rivojlantirish kerak bo'ladigan bo'lsa, bir aloqalar bo'lsa, shu bizniki endi biznes soha. Albatta. Bir shuni ham bir noqisi bo'lar ekan. Albatta, birga yo'lga qo'yamiz. Chunki nemislarni olib borishimiz kerak O'zbekistonga. Mana bu haqida bilishmaydi. Biz mana yaqinda Germaniya xalqaro hamkorlik tashkiloti GIZI ko'magida Namanganga 25 ta umuman mana shu Germaniyada, Shveysariya va Avstriyada faoliyat ko'rsatuvchi tur firmalar rahbarlari tashrif buyurishdi va Namangan haqida, umuman vodiy haqida biz ma'lumot berdik. Umuman bularni ko'proq o'sha hiking, o'sha tog' turizmi, velo turizm, o'sha tabiatga oid narsalar ko'proq qiziqtirar ekanda.
ana shunaqa biz mana shu yo'lda ishlayapmiz, o'zi biz dasturlar qilyapmiz. Masalan, Axskent etagida daryo turizmi, baliqchilik, baliq ovlash, katerda sayohat. Mana shunaqa narsani qo'shamiz-da biz. Chet ellar talabini qilib berishimiz kerak-da. Birinchi o'rinda ularga sharoit, yaxshi mehmonxona, yaxshi gastronomiya, ovqat, sifatli ovqat, yuqori tezlikdagi internet, toza suv. Mana shunaqa bir oddiy shunaqa sharoitlarni qilish bo'yicha hozir ishlayapmiz. Albatta bu bo'yicha mana siz bilan hamkorlik qilib biz paket, tur paketlarni tashkil qilsak va sizga taqdim qilsak, ularni siz bu yoqda Germaniyada taqdim qilasiz, ma'lum 10 ta, 20 ta, 30 ta, 40 ta gruppalar bir marta, ikki marta borgandan keyin o'sha potok paydo bo'ladi-da. BMW muzeyi. Mana Bashna shiliga bu. Bu Olimpiya sentrida, ha, Bashna. Olimpiya sentrum deyiladi bu yoqda. Olimpiyada adashmasam Myunxenda bo'lgan. Olimpiya stadion. Ha, o'sha Olimpiya stadioni emas. Mana Myunxendagi Olimpiya stadion. Oldilarini juda katta qilishgan. Mana imkoniyatlar parkingga hamma joyida bor, har tomonida bor. Ha. Tabiati ham juda yaxshi. O, mana yopilishi ham o'ziga xos, ha? O'zini tanitlagan. Ichida basseynlari ham bor, har xil narsalarga bo'lingan bunaqa. Stadioni yana bu yoqda ochiqlikda stadioni ham bor. Asosiy bizneslar hal qiladigan shahar bo'ladi. Demak, Germaniyada shu Myunxen Mana radari mana 30 ga. shu narsasi ekanda, vatan ekan. Biznes vatan. Myunxenda endi misol BMW eng haligi anaqa qilingan. Stuttgartda Porsche bilan Porsche bilan Mercedes. Audi ham shu anaqaga qaraydi. Ikkalasini o'rtasida Ingolstadt degan joy bor edi, Assetda bo'lish kerak. Audi'niki. Hali borib ko'rmaganman. Bavariyada eng kuchli narsasi region, Germaniyaning eng kuchli regioni hisoblanadi. Eng qimmati shu. Eng qimmati ham eng Germaniyaning eng qimmat shahri shu. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Nyuremberg shahridamiz. Nyuremberg Bavariya o'lkasining ikkinchi yirik shahri. Myunxendan keyin 1 millionga yaqin aholisi bor. 19-asrda aholisi 100 ming bo'lgan. 1880-yilda 20-asr boshida aholisi 300-400 mingga yetgan. Hozirgi kunda 1 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi. Iqtisodiy markaz. Bu shaharga nomi qoyali tog' ma'nosini beradi. Nyuremberg temir yo'l vokzali mana ko'rib turibsiz. Poyezdlar.
qadimiy cherkov. Assalomu alaykum do'stlar. Biz Leipzig yaqinidamiz. Mana yo'l infratuzilmasi ko'rishingiz mumkin. Yo'l yoqasida mana shunaqa o'zimizning qadimgi karvonsaroylar bor. Mana biz Angrendan to To'raqo'rg'onga qadar 100 kilometr yo'lda mana shunaqa loyihalar qilinyapti. Mana shunaqa loyiha qilinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Qarang, North Sea nomi North Sea. Bu yerda restoran. Ana, juda chiroyli. Mana hamma narsa bor bu yerda. Kassa shu yerda. O'zingiz olishingiz mumkin. Meva ham bor. Mana hamma narsa bor bu yerda. Kofe bor. Ovqat bor. Good evening. Mana bu yerda non, kokatlar. Mana 4 euroga yo'q kofe olishimiz mumkin. Suv. Ananas.